teatr ibratxona deymiz, teatr tarbiya o'choqi deymiz. Teatr avvalambor tomoshagoh. Yo'q, hali ko'rmagan narsani ko'rsatishimiz kerak tomoshabinga, qo'rqmasdan. Hali eshitmagan narsani, misol uchun, narsani berishimiz kerak. Biz tomoshabindan keyin ko'rsatyapmiz bo'lgan voqeani. Bu degan gap tomoshabinning orqasidan, uni didini orqasidan ketish emas, balki topkur. Yo'q, uni ham fikr, ham ohang bo'lish. Tomoshabin dardini bilish. Bugun nima demoqchi tomoshabin? Dardiga malham bera olsangiz, g'oyaviy, ma'naviy, ruhan oziqa bera olsangiz, bu boshqa gap. Shuning uchun men yoqtirmayman tomoshabin siz tushunadi. Faqat jim turib turadi. Sahnada turib aktyor o'ziga tomoshabinni jalb etib, diqqatini olib, o'zi fikrini, qarangki, fikrini sezib bo'lmaydigan to'lqinlar orqali tomoshabinni yuragiga solar. U didlik misoldan yoki aytamizki shu ruhiy torlang chertishga ma'naviy oziqa berish yo'llari bor. Chunki agar bor spektaklda g'oyani misol uchun shu ijro ishi orqali, jonli ijro orqali tomoshabinga yetkazishga harakat qilsa va tomoshabinni o'ziga jalb etib ham ishtirokchi qilib olsa spektaklga, ham dard qilib olsa, men o'ylaymanki spektaklda muvaffaqiyat demadi. Rejissura o'zi mashaqqat. Mashaqqatsiz rejissura yo'q, san'at yo'q. Mashaqqatsiz qilgan mehnatimiz, mashaqqatsizlik asar yarata olmaydi. O'ziga yarasha talablari bor, o'ziga yarasha yuqsiturlar. Qo'lingizga asar tushgandan keyin siz shu asarni qul bo'lib qolasiz. Kunduzi bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi, qayda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta shu asar sizni kuzatib yuradi. Chiqib keta olmaysiz. Agar borda shu asarga mehr qo'ysangiz, shu asarni bir negizini topsangiz va nima deyish tomoshabinga, nima deya olasiz va nima demoqchisiz degan savoliga javob topsangiz, siz bu nima bemorga o'xshab qolasiz. Rejissura deganda hammani o'ziga jalb etib, shu asosiy maqsadga yo'naltiruvchi kompasga o'xshagan kasbga o'xshataman. Lekin lazzatli mashaqqat.